Masjidun Nabaviyda hozir asr namozini ravzada o'qib chiqdik. Va mana shu joyga kirganimizda shunday bir voqea bo'ldi. Haligacha o'zimga kela olmayapman, sizlarga ham ulashmoqchiman. Safo Marva ziyoratchilari bilan aynan asr namozini o'qish uchun ravzaga kirdik. Aynan shu vaqtga to'g'rilab, ammo nasib qilmadi. Asr vaqti bo'ladigan paytda hammamizni chiqaryapti. Bir hoji akamiz ko'zlarida yosh bilan chiqarganlar, nimaga yig'layapsiz desam, namoz o'qolmadim. Oldinda o'qib turib olgandim, birdaniga birinchi bo'lib meni chiqarib yubordi. Atrofda turgan boshqa ziyoratchilar ozgina kulgan bo'ldi bu hoji akamiz ustidan. Alloh sizga nasib qilmabdi-da, endi nima qilamiz? Qadar ekan. Dedilar. Haligi hoji akamiz bilan yana ozgina yurganimizdan keyin birdaniga menga qaradilar-da, "Ilyosxon, sumkam qolib ketibdi, ichida pasportlarim bor edi, kerakli narsalarim bor edi." deganlarda, "Yuring, men tarjimonlik qilib turaman, olib chiqamiz sumkani." Ravzadan chiqiladigan joyga qaytib kirdik. Ichkariga kirayotganimizda militsiyalar ruxsat berishmadi. Kirmanglar, mumkin emas deganda, "Yo'q, biz hiyla qilmoqchi emasmiz, aldab namoz o'qimoqchi emasmiz. Shunchaki sumka qolib ketgan, Safo Marvaning sumkasi. Shuni olmoqchimiz. Ichida pasportlar bor, kerakli narsalar bor bu hoji akamizniki." Desam, ichkariga ruxsat berdi. Sumkani olayotgan paytimizda shunaqa chiroyli kiyingan, yuzidan nur taralib turadigan bir arab keldida, "Namoz o'qiysizlarmi?" "Yo'q, biz hiyla qilish uchun kelmadik bu yoqqa. Yolg'on namoz o'qimoqchi emasmiz. Shunchaki sumka qolib ketgan ekan kirdik. Bo'lmasam kirmasdik. Ravzada tushunishinglar uchun hech kim yo'q. Mana shu yoqqa o'tiringlar. Hozir imomlar keladi, shu yoqda o'qiysizlar namoz." Bir hoji akamizga qarayman, bir haligi insonga qarayman. Xullas biz Masjidun Nabaviyning imomlari bilan birgalikda bir qatorda asr namozini ado etdik. Haligacha o'zimga kela olganim yo'q. Insonni qalbini ko'rib bo'lmaydi. Balki siz yomon deb o'ylayotgan inson aslida Alloh uchun sizdan ko'ra yaxshiroq bo'lishi ham mumkin. Bu voqeadan siz nima xulosa chiqardingiz? O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.